3 yildan berimi tug'ilgan kunga kelmayman-da ishlab. U kuni sizga yozgan paytim hayolimga keldi, shu 10-da tug'ilgan kuni bo'ladi. Shu yili borib nasib bo'lsa. Nimadir qilib beraman. Shuning uchun keldim o'zi bugun. Yo'q. Bo'lmasa ishim ko'p hozir yo'qda. Uylanganimcha singlim bilan yurganman ko'p. Uylanganimdan keyin nisbatan e'tibor qilishim ko'p narsa qolgan. Chunki baribir ayolli bo'lasiz, farzandingiz bo'ladi. E'tibor bera olmaysiz. Shu narsadan kamchilik qilganman 3 yil ichida. 3 yil bo'ldi uylanganim. Endi bu narsa baribir qaytib kelmaydi, chunki to'y bo'lib ketadi. Shuning uchun mana shu yil 3 oymi qoldi, hozir 2 oy qoldi. Shungacha nimadir qilayin degan harakat. Uni siz sizlar bilan oila a'zosi sifatidagi davri tugayotganini his qilyapsiz. Shunaqa. Chunki biza как бы jo'radek bo'lib katta bo'lamiz. Uch razisa akam bilan yaxshi-yu, nisbatan men bilan ancha ko'p sirlashadigan edi. Men uylanganimdan ko'p aytgan menga. Avvalgidek bo'lmayapsiz deb. Men xarakterimda o'zim nimadir ana o'zgargan his qilmaganman-u, men bari tashqari tarafdan his qiladi-da. Ya menda hammasi yaxshi-ku deb ish bilan bo'lib yurdim. Qaysidir paytda sovg'a boshqa narsa, lekin avvalgidek bo'lmaganini aniq his qilganman o'zim.